도우미, yordamchi. 16. 환경. 우리의 환경을 지키기 위한 노력이 필요합니다. 16. 환경, atrof muhit. Biz atrof muhitni himoya qilish uchun harakat qilishimiz kerak. 환경보호, atrof muhitni muhofaza qilish. 환경운동가, ekolog. 환경오염, atrof muhit ifloslanishi. 환경문제, atrof muhit muammolari. 17. 내용. 이 책은 내용이 어려워서 이해하기 어렵다. 17. Neyon, mazmun mohiyat. Bu kitobning mazmuni qiyinligi sababli tushunish qiyin. 18. 상황. 지진 피해 상황에 대한 뉴스가 계속 보도되고 있다. 18. Sanhwang, situatsiya, holat. Zilzilada ziyon yetkazish holati to'g'risida yangiliklar xabar berishda davom etmoqda. 19. 바로잡다. 아이가 잘못을 하면 부모가 당연히 바로잡아야 한다. Parujabda, to'g'rilamoq. Bolalar xato qilganda, ota-onalar albatta to'g'rilashlari kerak. 20. 사회. 우리 사회에는 좋은 일과 나쁜 일이 모두 존재한다. 20. Save, jamoat. Bizning jamiyatda yaxshi ish ham, yomon ish ham barchasi mavjud. Saveunton, ijtimoiy harakat. Saveyongsang, ijtimoiy hodisa. Savehalton, ijtimoiy faoliyat. Savekyonghom, ijtimoiy tajriba. Savemunje, ijtimoiy muammo. Savesenhwal, ijtimoiy hayot. 21. 생활. 유학 생활은 힘들지만